Ушул тапта Сузактагы Борбордук базарда коёндор жарманкеси биринчи жолу өтүүдө. Мында катышуучулар облустун Аксы, Алабука райондорунан жана коңшу Ош облусунан келишкен. Сатармандардын айтымында мында жергиликтүү коёндордон сырткары башка өлкөдөгү жүн, эт багытындагы коёндор да сатыкка чыккан. Кызыгы мындагы коёндордун баасы үйдөгү баадан айырмаланып бир топко арзан. Bu yarmarkani uyushtirishdan sababli bizni Suzag'imizda, misol uchun mana bosh Qirg'iziston boshqa regionlarida ham quyonchilikka qiziqish kundan kunga oshib boryapti-da. Kundan kunga oshyapti quyonchilik qiziqish. Biz 1-2 yildan beri shu quyon bilan shug'ullanamiz. Quyon boqib, boshqa qonlar olib kelib, misol Qozog'iston, Rossiya, Belorussiya, Ukrainalardan yangi liniyalar olib kelamiz. Gruppalarda shunaqa yarmarka uyushtiraylik sababli bo'lib, misol uchun O'sh oblastida 2 marta bo'ldi. Endi mana Jalolobodda, mana Suzada endi bo'lish bu yarmarkani. Uyushtirdik shu. Elda talab bo'lgani uchun uyushtirdik shuni. Qirg'iziston bo'yicha 10 dan oshiq turi bor quyonni. Bizda hozir bu yerda Qizilqiya, Aravan, O'sh, Kerben, Alabuka, Bishkek, Talasdan kelishdi mehmonlar. Endi aka boshqa 50 so'm chiqaradi. 50 so'm chiqarib ketaman. Men ham so'rab qolyapman. 2 oyga yetman aka. 18 ga. Men nevalarni olib borib beradi.